Assalomu alaykum. Xudosh YouTube kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari barcha-barchalaringizga bugun xayrli bo'lsin deymiz. Qadrdonlar, Akbar Qassob xudo xohlasa yana ekranda ko'rib turgan buqadin xudo xohlasa zo'r buqalarni zo'rlarni so'yishda yana davom etadi. Bugun 2026-yil qadrdonlar, 23-may sanasi hafta kunini shanba, ya'ni 6-kun bo'ladi qadrdonlar. Живой vesi 490 kg chamasi, xudo xohlasa Şu buqa xudo xohlasa 24-may kuni ertalabdan go'sht kanalida bo'ladi qadrdonlar. Ko'rib o'zingiz baho berasizlar. Qadrdonlar, lahm отдельный, suyak отдельный, qo'rg'a отдельный, yurak, bag'ir, qarin, tuyoq hamma qismidan xudo xohlasa bo'ladi. Undan tashqari doimiy xarid qiladigan, tamadixona ishlatadigan, xudoyi ehson qiladigan yurtdoshlarimiz uchun kelishilgan narxlarda go'sht sotiladi. Go'sht xarid qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Endi shu o'rinda o'zimizni bir og'amiz bor. Tadbirkor desam ham bo'ladi, chorvachilik bilan yaxshi mol bilan, chorva bilan yaxshi tillasha oladigan bir og'amiz bor. Ko'p biz yosh vaqtimizdan beri shug'ullanadilar. Shu og'amizni buqasi bu xudo xolasa azamat ham hammang danisizlar. Ozgina bo'lsam qisqacha bu insonning fikrlarini eshitamiz birgalikda. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Yana bugun Akbar ukamizga bir boqib o'tirgan öküzlərin yaxşılarından birisini berdik yine. Xudo xolasa Akbar ukamiz işlerine omad, üzərimizdən şuradan göz xarid qılamız. 2 gündən bir öküz soyuq tutdu, oynaqlab turan öküzlərini işlerine omad. Yeni xizmətdəki bala. Xudo xolasa işlerine omad dilimiz. Şu orunda xudo şükür uka sana ham işlerine omad dilimiz. Ağa rahmat. Yeni xizmətində yuribsən, hamma işlerine yurişaversin. Sağ salamatlik olsun. Rahmat ağa. Bağımızı hammangiz bilasizlar, elimizni, yurtimizni insoni noldan o'zini mehnati bilan asta-sekin xudo xohlasa shuning albatta voyaga yetib farzandlardan chempion ukamiz bu xudo xohlasa. Hozirda ham elning xizmatida xizmat qilib turibdilar. Qadrdonlar, guvohi bo'lganingizdek, bizada xudo xohlasa mijozning ham fikrini eshitamiz, sotuvchining ham fikrini eshitamiz. Shu buqani Azamat og'amiz boqdi, Azamat og'am buqasi bu qadrdonlar. Elimiz yurtimiz inson. Azamat ağa, kamida shunday buqalardan 20 dan, 50 dan, 100 dan boqish nasib etsin ağa. Menatingiz joy chiqsin ağa. Hamma elimiz, yurtimiz bilan birgalikda ko'z deymasin. Hamma ishlaringizda rivoj. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan molxonamizda, ovulingizda deymiz. Kamida shunday buqalardan 20 dan, 50 dan, 100 dan xudoyim boqishni Alloh nasib etgay. Chorvadorlarimizni, dehqonlarimizni İlahi işlerine Allah'ım özü baraka versin. Ömür gününüzə, rizq rozunuzə, kasb-karınıza baraka versin qadrdonlar. Bir iltimas qilaman sizlardan like'larni basın. İzahlarda iltimas fikirlərinizi yazıb qaldırışını asla unutmang. Video sonunda mən mənzilini eslatib o'taman qadrdonlar. Mənzil o'sha kanalimizda yangi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun Turkiston madaniyat markazi ro'parasida. Ekranda telefon raqamlari bo'ladi. Xudo xolasa ertalabdan shu gibrid buqamizni, qo'shmaqi buqamizni go'shinaga kelaverasizlar qadrdonlar.